Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Sa'idu billah, inna iddatash shuhuri indallohi isna ashara shahra." Sadaqallohul azim. Haqiqatda oylarni hisobi soni Alloh subhanahu va taoloning nazdida 12 ta oy. Ya'ni bir yilning ichida 12 ta oy bor. Minha arba'atun hurum, ularning ichidan 4 oy bu ulug' oylardan bo'lib hisoblanadi. O'sha oylarning biri mana hozirgi holatda, hozirgi kunlarda siz bilan biz turgan oy Rajab oyi. Rajab oyi bu ulug' oylardan. Bu oylarni arab tilida haram oylari deb qo'yadi, ya'ni ashhurul hurum, ulug' oylar. Bu oylarda urush talash oldingi davrlarda, johiliyat davrida ham bo'lmagan ekan. Shu oylarda urushni ham to'xtatib va boshqalarga shu oylarda bir yaxshiliklar qilinib kelgan bu ulug' oylar. Endi siz bilan biz ham bu oylarni g'animat bilib, mana Rajab oyini ham bir necha kunlar o'tib ketdi. Oldimizda Rajab oyini yarmidan ko'prog'i bor. Siz bilan biz bu oyda nima amallarni qilamiz? Albatta, bu oyda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qilgan duolari hadislarda zikr qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ushbu duoni qilardi. Allohumma barik lana fi Rajaba va Sha'ban va ballighna Ramazon. Ey Allohim, bizga Rajab oyida va Sha'bon oyida baraka ato et. Va ballighna Ramazon, bizlarni Ramazon oyiga omonlik bilan yetkazgin degan ma'noni anglatadi. Ya'ni Rajab oyida va Sha'bon oyida Alloh taolodan baraka so'rab, mana bu oylarda ahli oilamizga va boshqalarga ham yaxshiliklarni qilib, bu oylarda ibodatlarni ko'paytiradigan bo'lsak va keyingi Sha'bon oyida ham vaqti kelganda aytiladi inshaalloh, Sha'bon oyida ham ibodatlarni ko'paytiradigan bo'lsak, mana Ramazon oyida inshaalloh bir yaxshi ibodat qilishga imkoniyat bo'ladi. Sahoba radhiyallohu anhumlar o'sha Ramazon oyiga bir necha oy qolganda, ba'zi bir rivoyatlarda aytiladi, 5-6 oy qolganda Ramazonga tayyorgarlik qilar ekan. Chunki olimlarimizning aytgan bir so'zi bor. Man lam yazra fi Rajaba va lam yasqi fi Sha'bana famada yahsudu fi Ramazon. Agarda bir inson Rajab oyida ekin ekmasa, Sha'bon oyida sug'armasa, Ramazon oyida nimani oladi? Ya'ni 2 oy oldin tayyorgarlik qilmasang, nafil ibodat yo'q, roza yo'q, zakot yo'q, yo boshqa bir amallar yo'q. Ramazon oyiga kirib keladigan bo'lsa, inson haligi ibodatga ko'nguncha Ramazon oyi chiqib ketib qolar ekanda. Ramazon oyida ko'proq foyda ololmay qolamiz ekan. Ramazon oyida ko'p foyda olishni sharti shu, oldinroq tayyorgarlik qilishlik. Alloh taolo barchalarimizga mana bu oylarni g'animat bilib, yaxshi amallarni ko'paytirishga Alloh taolo imkoniyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.